Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan kardiologiya darslarining birinchi darsi yurak anatomiyasi haqida gaplashamiz. Birinchi ta'rif beradigan bo'lsak, yurak kardiovaskulyar sistemaning markaziy organi hisoblanadi va muskuldan tuzilgan va joylashishiga ko'ra ko'krak qafasida oldingi qismida, ya'ni mediastinum anteriorida joylashgan nasos organ hisoblanadi. Endi asosiy vazifalardan biri bu nasos funksiyasi deyilyapti. Nega? Chunki boshqa funksiyalardan tashqari eng asosiy vazifasi bizda vena qon tomirlaridan qonni so'rib olib, uni arteriyalarga chiqarish vazifasini bajaradi. Shuning uchun uni qiyosiy jihatdan nasosga o'xshatadi. Endi organlarni gaplashganda ularda 5 ta xususiyati haqida ta'rif berib ketish kerak. Ya'ni birinchisi galotopiyasi, keyingisi skeletopiyasi, sintopiyasi, makroskopiyasi va mikroskopiyasi. Galotopiyasi gaplashdik, ya'ni buni bo'shliq a'zolarda joylashishiga qarab ta'rif beriladi. Bo'shliq a'zolarda joylashishi bu mediastinum anteriorida joylashgan organ hisoblanadi. Skeletopiyasi oldingi qismidan to'st suyagi, yon qismlaridan bizda qovurg'alar bilan, orqa qismidan esa umurtqa pog'onasi bilan chegaralangan. Endi keyingisi sintopiyasi. Sintopiyasiga katta ahamiyat beriladi yurakda. Ya'ni oldingi qismida nima joylashgan desa, oldingi qismida to'st suyagi chegaralab turadi yuragimizda. Xo'p, orqa qismidan-chi esa, orqa qismidan bizda mediastinum posterior a'zolari joylashgan, o'shalar chegaralab turadi. Yuqorida magistral yirik qon tomirlari bilan chegaralangan. Bular qaysilar esa? Aorta, truncus pulmonaris, ya'ni o'pka arteriyasi yoki vena cava superior va boshqalar joylashganligini ko'rib turibmiz. Pastdan ko'radigan bo'lsak, shundoqqina diafragmani ustida joylashganligi uchun pastdan diafragma uni chegaralab turadi. Va yon taraflardan esa ikkita o'pkamiz yuragimizda chegaralab turar ekan. Og'irligiga keladigan bo'lsak, og'irligi 200-300 gram atrofida bo'ladi. Bu odamda jinsiga va kattaligiga, ya'ni vazniga qarab turib, har xil kattalikda bo'ladi. Xo'p, keyingi xususiyatlardan bittasi yurakda qismlari, ya'ni yuragimizda ikkita asosiy qismi bor. Bulardan bittasi asosiy qismi bazis cordis qismi, ya'ni yuqori qismi asosiy qismi va uning uchki qismi, ya'ni apex cordislardan iborat hisoblanadi. Fazoviy joylashishga qaraydigan bo'lsak, yuragimiz xuddi mana bu strelkaga o'xshab joylashgan bo'ladi. Ya'ni bu yuqoridan pastga, ya'ni strelkani ko'rib turibmiz, yuqoridan pastga qarab joylashgan. O'ngdan chapga, ya'ni biz o'ngdan chapga biroz og'ganligini ko'rib turibmiz va orqadan oldinga qarab joylashganligini, ya'ni mediastinum anteriorida joylashgan va yurakda uchki qismi bizda qovurg'alarga, ya'ni chap tarafda 5-qovurg'alar aro sohaga yurak cho'qqi turtkisini beradi. Xuddi o'sha orqadan oldinga joylashganligini misol qilib keltirsak bo'ladi. Xo'p, keyingisi yuragimizning yuzalari. Yuragimizda 3 ta yuzasi bor. Ya'ni birinchi yuzasi fasciis sternocostalis. Ya'ni bu yerda yuragimizni ko'radigan bo'lsak, birinchisi fasciis sternocostalis, bu anterior, ya'ni oldingi qismida yuzasi. Bunda bizda sternum, ya'ni to'st suyagi va costalis qovurg'alar bilan yuzlashgan qismi hisoblanadi. Keyingisi fasciis diafragmaticus, ya'ni shundoqqina yuragimizni pastki qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, diafragmaga qaragan yuzasi bor. O'shani biz fasciis diafragmaticus deyiladi. Keyingisi fasciis pulmonalis, ya'ni ikkita o'pkamizga qaraydigan qismlari, lateral qismlari, ya'ni yon qismlar hisoblanadi. Bu fasciis pulmonalis deyilar ekan. Endi sizlar bilan egatlar haqida gaplashib chiqamiz. Yurakda egatlar, ya'ni sulkuslar joylashgan bo'ladi. Asosiy egatlar bizda 3 ta egatlar joylashgan. Ya'ni birinchisi bizda sulcus interventricularis anterior, ya'ni yurakda fasciis anterior, ya'ni oldingi yuzasida joylashgan sulkusimiz hisoblanadi. Bu yerda ko'rsatib turibdi, ya'ni oldingi qismida joylashgan sulkusimiz. Buni vazifasi nima desa, bu egat hisoblanadi va bunda koronar qon tomirlari joylashgan. Eng asosiy koronar qon tomirlaridan bittasi chap koronar arteriyaning oldingi chuvchi tarmog'i, ya'ni arteriya interventricularis anterior joylashganligini ko'rib turibmiz. Keyingi sulkusimiz, ikkinchi sulkusimiz bu sulcus interventricularis posterior.
Bu o'z nomidan ko'rinib turibdi, fascis posterior, ya'ni orqasida joylashgan egatimiz hisoblanadi. Bu ham o'z nomiga monand, ya'ni arteria interventricularis posterior, o'ng koronar arteriyaning orqaga aylanib o'tib turib, shu sulkusda joylashganligini ko'rib turibmiz. Keyingisi sulcus coronaris, ya'ni bizda bu qayerda joylashgan desa, bu yerda ko'rsatib turibdi. Ya'ni yuragimizda o'ng tarafida va orqa qismida bo'lmacha va qorinchani o'rtasida joylashgan sulkusimiz hisoblanadi. Bu yerda qaysi qon tomir joylashgan deydigan bo'lsak, right coronary arteria, ya'ni o'ng koronar arteriya joylashganligini ko'rib turibmiz ekan. Keyingisi yurak kameralari. Yurak kameralari bilamizki, hamma sut emizuvchilar singari odamda ham 4 kameradan iborat bo'ladi. Ulardan ikkitasi bo'lmacha, ya'ni atrium va ikkitasi ventriculus, ya'ni qorinchalardan iborat ekan. Bo'lmachalar orasidagi to'siq, ya'ni septum interatriale deyiladi. Qorinchalar orasidagi to'siq esa septum interventriculare deb ataladi. Aynan bizda septum interventriculare ikkita qismdan iborat bo'ladi. Bular membrana qismi, ya'ni pars membrana deyiladi. Ya'ni bu qismida joylashgan, ya'ni membranasiman to'silganligini ko'rib turibmiz. Va ikkinchi qismi esa bizda muskulli qismi, pars muscularis qismlardan iboratligini ko'rib turibmiz ekan. Keyingilari bizda 4 kameraga bo'lib oldik. Shulardan o'ng bo'lmacha qaysi qismlardan iboratligini ko'rib chiqamiz. Birinchi qismi qaysi ekan? Bu bizda auricula dextra, ya'ni o'ng bo'lmachani quloqchasi hisoblanadi. Bu yerda o'ng bo'lmachani quloqchasi, ya'ni auricula dextrani ko'rib turibmiz. Buni vazifasi nima deydigan bo'lsak, bu vazifasi zaxira hajm hisoblanadi. Ya'ni qonda ortiqcha qismi, o'ng bo'lmachaga sig'magan qismi shu auricula dextrada saqlanadi va qisqarganda chiqib ketadi. Yana qanday vazifasi bor zaxira hajmdan tashqari deydigan bo'lsak, ikkinchi vazifasi bizda aynan shu yerda natriy uretik peptid ajraladi. Uretik peptid ajraladi. Ya'ni bu mahsulot bo'lmachalarda ortiqcha hajm to'planganda, ya'ni umumiy hajm ortib ketganda bo'lmachalarimizda ham hajm ortadi. Shunda natriy uretik peptid ajraladi va qonga ajraladi va bizda natriyni urezga, ya'ni sidik orqali chiqarishini ta'minlaydi. Natriy tashqariga chiqib ketsa hajmga qanday ta'siri bor desa, natriy doimo o'zi bilan suvni olib chiqib ketadi tashqariga. Suv chiqib ketgandan keyin esa bizda qon hajmi ham kamayadi. Shu bitta funksiyasi hisoblanadi. Keyingisi septum interatriale, ya'ni bizda ikkala bo'lmachani o'rtasida septum interatriale joylashgan bo'ladi. Bu yerda bo'lmachani kesib ko'rganimizda bu qismlari bizda septum interatriale deyiladi va unda nima joylashgan desa, bizda foramen ovale joylashgan bo'ladi. Mana bu teshikchani ko'rib turibmiz. Bu hozirda embrionalik davrdan keyingi, ya'ni tug'ilgandan keyin bizda foramen ovale deyiladi. Ya'ni ovalsimon chuqurcha. U embrionalik davrda, ya'ni ona qornida shu chuqurchani o'rniga teshikcha, ya'ni foramen ovale hosil bo'lgan bo'ladi. Buni vazifasi nima deydigan bo'lsak, bizda bilamizki, embrionalik davrda o'pka ishlamaydi. Ya'ni unda gazlar almashuvida ishtirok etmaydi. Shuning uchun bizda o'ng bo'lmachadan qon o'ng qorinchaga o'tmasdan turib, shu foramen ovale orqali chap bo'lmachaga o'tib turib, katta qon aylanish davrasiga yana chiqib ketaveradi. Va bola tug'ilgandan keyin dastlabki o'pkasi ishlagandan keyin fiziologik yopilishi sodir bo'ladi. Bu birinchi nafas olganda yopilish sodir bo'ladi. Ba'zilarda esa 1-2 sutkagacha davom etishi mumkin. Endi erta tug'ilish holatlarida yoki 25% holatlarda ochiq ham qolib ketadi. Bu esa klinik jihatdan katta bo'lmagan miqdorda klinik jihatdan ahamiyatsiz hisoblanadi. U sekin-sekin yopilib ketadigan narsa. Keyingisi o'ng bo'lmacha ochiladigan qismlari. Qaysilari esa birinchisi vena cava superior, ya'ni yuqori bizda yuqori qismida joylashgan vena hisoblanadi. Bunda yuqoridan, ya'ni boshdan qo'llardan kelayotgan karbonat angidridga to'yingan qon tomir bizga o'ng bo'lmachaga tushadi. Keyingisi vena cava inferior, ya'ni bizda
pastki qismlarimizdan, ya'ni qo'llarimizdan va qorin qismidan, ko'krak qismidan qonlarni karbonat angidridga to'yinib turib, vena cava inferior orqali bo'lmachalarga tushadi. Keyingisi sinus coronaris, ya'ni bizda koronal qon tomirlari bor, bilasizlar, katta kichik qon aylanish doirasidan tashqari. Shunda yuragimizda hamma karbonat angidridga to'yingan qon tomir sinus coronaris orqali bizda o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga, keyin bizda o'pkaga o'tib turib, shu bilan qon aylanish doirasiga qo'shilib ketar ekan. Xo'p, bizda o'ng qorincha bilan o'ng bo'lmacha orasida bilamizki, anatomiya darslaridan ham boshdan tanishganmiz, 3 tabaqali klapan, ya'ni trikuspidal klapan joylashgan bo'ladi. Trikuspidal klapanni ko'rib turibmiz, mana bu joyda trikuspidal klapan, ya'ni 3 tabaqali klapan hisoblanadi. Va 3 tabaqali klapanda bizda 3 ta ravog'i, ya'ni 3 ta kuspusi bor. Ya'ni bular cuspus anterior, cuspus posterior va cuspus septalis tarmoqlaridan iborat bo'ladi. Bularda ahamiyati nimaga kerak? Ya'ni 3 tabaqali bo'lsa bo'ldi, 3 ta tabaqani anterior, posteriorga bo'lish nima keragi bor deydigan bo'lsak, bizda kardiologiyani o'tib turganimizda ba'zi bir qon tomirlaridagi infarkt holatlari bo'ladi, to'silib qolish, tromboz holatlari bo'ladi. Aynan shu kuspusda alohida qon tomirlar ta'minlangan bo'ladi. Bu qon tomiri yopiladigan bo'lsa, bizda anterior qismi, bu qon tomiri yopiladigan bo'lsa, posterior yoki septal tarmoqlar ishlamay qoladi. Shunga qarab turib ekokardiografiya qilganimizda yurakni EKGga. Shunda qaysi klapanlarda, ya'ni klapanda ravog'larda, kuspuslarda akinez yoki gipokinez, ya'ni harakatni sekinlashishi yoki umuman yo'qolishiga qarab turib, qaysi qon tomiri yopilganligini taxminan bilib olishimiz mumkin. Shunga qarab turib bizda ravog'larni tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi ventriculus dextra, ya'ni o'ng qorincha. Ya'ni qon o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga o'tadi. Bizda nimalardan iborat endi o'ng qorinchamiz deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda bizda ko'rib turibmiz, bu yerda muskullar joylashgan, bunda papillyar muskullar joylashgan. Buni biz musculus papillaris deb ataymiz, ya'ni bular klapanlarni ushlab turish vazifasini bajaradi. Lekin to'g'ridan-to'g'ri klapanga yopishmagan bo'ladi. Unda muskullardan keyin bizda mana bunday oq rasmda ko'rib turibmiz. Ya'ni bu xorda tendini, ya'ni xorda iplari orqali bizda klapanlarni ushlab turish vazifasini bajaradi. Buni vazifasi nima? Klapanlar ochilib yopishi vazifasini bajaradimi deydigan bo'lsak, yo'q. Klapanlar ochilib yopishi bu qonni to'lishi, ya'ni gemodinamika, bosim farqi yuzasidan ochilib yopiladi. Bular faqatgina yopilganda klapanni ushlab turish vazifasini bajaradi xolos. Keyingisi bizda ostium truncipulmonalis, ya'ni bizda xuddi mana bu joyga to'g'ri keladi. Ba'zi adabiyotlarda, ko'p adabiyotlarda rivot deyiladi, ya'ni right ventriculum outflow tract, ya'ni bizda o'ng qorinchani pulmonal klapanga, ya'ni mana bu pulmonal arteriyaga chiqarish qismini o'z ichiga oladi. Shu qismini ham kiritib ketyapti. Keyingisi bilamizki, chiqarish qismida, truncus pulmonalis qismida bizda valva semilunaris, ya'ni yarim oysimon klapan joylashganligini ko'rib turibmiz. Yarim oysimon klapan qaysi qismlardan iborat deydigan bo'lsak, bizda yarim oysimon klapan 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni bulardan bittasi birinchisi cuspus anterior, keyingisi cuspus dextra va cuspus sinistralardan iborat bo'ladi. Ya'ni bularda ham aynan qaysi qismlar, ya'ni anterior, posterior, dextra, sinistra o'shalarda ham qaysi klapanda qaysilar joylashganligini, cuspuslar joylashganligini yodlab ketishimiz kerak ekan. Keyingisi atrium sinistrum, ya'ni chap bo'lmacha. Chap bo'lmacha ham o'ng bo'lmachaga o'xshab turib, birinchi o'rinda nimasi bo'ladi? Auricula sinistra, ya'ni chap quloqchasidan iborat bo'ladi. Mana bu joyda chap quloqchani ko'rib turibmiz. Bu ham xuddi shu vazifani bajaradi. Ya'ni birinchi vazifasi zaxira hajm vazifasini bajaradi. Keyingi vazifasi natriuretik peptid ishlab chiqaramizsa, yo'q. Bu yerda natriuretik peptid ishlab chiqarmaydi. Buning yana bitta klinik jihatdan ahamiyatli jihati, bizda aynan shu qismda mersatilniy aritmiya deyiladi, ya'ni bo'lmachalar fibrillatsiyasi bo'lgan paytda aynan shu qismda
bo'lmachalar to'liq qisqarmaganligi uchun bizda tromb hosil bo'lib qoladi shu yerda. Tromb hosil bo'lib qolgandan keyin qachonki bo'lmachalar fibrillyatsiyasida ritmni tiklaydigan bo'lsak, tromb ko'chib ketib insult yoki infarkt xavfini yuzaga keltiradi. Shuning uchun doimo bizda bu mersatilniy aritmiya paydo bo'ldimi, uni tiklashdan oldin 1 sutkadan oshadigan bo'lsa, bizda exokardiografiya qilib turib, bo'lmachada aynan shu aurikular sinistrada tromb bor yo'qligini bilib turib, keyin tiklashimiz kerak ekan. Keyingisi septum interatriali, ya'ni ikkala bo'lmachaning orasidagi to'siq hisoblanadi bu. Keyingisi bizda chap bo'lmacha bo'shlig'ida 4 ta o'pka venasi ochiladi. Ya'ni bizda hamma karbonat angidridga to'yingan qon tomirlar o'pkaga borib turib, bu yerda kislorodga to'yingan qon tomir keladi va kislorodga to'yingan qon tomir 4 ta o'pka venasi orqali bizga chap bo'lmachaga quyilar ekan va u chap qorinchaga o'tib turib, aorta qon tomiriga o'tib, butun tanaga qon bilan ta'minlaydi. Keyingisi bikuspidal klapan joylashgan, ya'ni biz mitral klapan deymiz bu narsani. Ya'ni mitral klapanni bu yerda ko'rib turibmiz. Ya'ni ikki tabaqali bo'lgandan keyin ikkita ravog'idan iborat bo'ladi. Ulardan bittasi anterior, keyingisi posterior. Shu klapan, ya'ni cuspus anterior, cuspus posteriorlar joylashganligini ko'rib turibmiz. Keyin oxirgi 4-kamerasi bu ventriculus sinistra, ya'ni chap qorinchadan iborat bo'ladi. Chap qorincha klinik jihatdan juda katta ahamiyatga ega, chunki gipertrofiyalar asosan shu qismda bo'ladi. Zararlanish, ishemik o'zgarishlar, infarkt xavflari eng ko'p sodir bo'ladigan soha shu hisoblanadi. Bunda ham xuddi o'ng qorinchaga o'xshab turib, birinchisida papillyar muskullar ko'zga tashlanadi. Ya'ni papillyar muskullar ham bu yerda chap o'ng qorinchaga qaraganda ancha baquvvat bo'ladi. Va chap papillyar muskullardan keyin bilamizki, horda tendiniyalar orqali bizda klapanlarga bog'langan bo'ladi. Uni vazifasini boya aytganimdek bir xil, ya'ni klapanlarni ushlab turish vazifasini bajaradi. Keyin aortaga chiq qismi bo'ladi. Bu yerda yaxshi ko'rinmay qolgan, ya'ni aortaga mana bu qismda bu aorta qismi bo'ladigan bo'lsa, yuragimizda aortaga chiqish qismida bizda alohida qism bor, ozgina. Mana bu joyda o'z ichiga oladi, to'rtburchak qismda. Bu aortaga chiqish trakti hisoblanadi. Chap qorinchani. Keyingisi yarim oysimon klapanlar joylashgan. Bu yerda ham, ya'ni yarim oysimon klapanlarda qaysi qismlardan iborat bo'ladi desa, bizda cuspus posterior, cuspus dextra va sinistralardan iboratligini ko'rib turibmiz. Keyingisi bizda yana ahamiyatli jihati, keyingi muhim narsa bizda yurakda qon bilan ta'minlanish, ya'ni koronar qon aylanish. Koronar qon aylanish bu yuragimizda alohida qon aylanish doirasini bitta turi hisoblanadi. Ya'ni katta qon aylanish doirasiga ham kirmaydi, kichik qon aylanish doirasiga ham kirmaydi. Nimaga kirmasligining sababi, chunki bu alohida sistema hisoblanadi va bizda katta qon aylanish doirasidan ham, kichik qon aylanish doirasidan ham o'zi yuragimiz umuman foydalanmaydi. O'zi nasos funksiyasini bajargan taqdirda ham. Koronar qon aylanish doirasi qayerdan boshlanadi deydigan bo'lsak, xuddi shu aortani ko'tariluvchi qismidan ikkita yirik qon tomirlar chiqadi. Ya'ni o'ng koronar arteriya va chap koronar arteriya. Shu yerdan bizda koronar qon aylanish doirasi boshlanadi. Va bu qachon qon bilan ta'minlanadi yurakda? Sistolami, diastolami deydigan bo'lsak, sistola paytida bu klapanlar ochiladi va bizda ikkala o'ng koronar qon tomirda ham, chap koronar qon tomirda ham yopib qo'yadi. Va diastola paytida klapanlar yopilgandan so'ng bizda aortada bosim saqlanib qoladi va bizda aynan shu paytda koronar qon tomirlarida qon chiqar ekan. Ya'ni yuragimiz dam olib turganda diastola vaqtida qon bilan ta'minlanar ekan. Endi aorta bo'ladigan bo'lsa, bu aynan ko'tariluvchi qismida bizda ikkita yirik qon tomirni ko'rib turibmiz. Ya'ni o'ng koronar arteriya va chap koronar arteriyani ko'rib turibmiz. Aynan shuni tarmoqlari haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda o'ng koronar qon tomir haqida gaplashadigan bo'lsak, o'ng koronar qon tomir qayerda qon bilan ta'minlaydi desa, yuragimizda o'ng qismini, ya'ni o'ng bo'lmacha, o'ng qorincha
va chap qorinchalararo to'siqni orqa 1/3 qismini qon bilan ta'minlanar ekan. Xo'p, birinchi tarmog'i, ya'ni 10 kardinal qon tomirni ko'radigan bo'lsak, ya'ni bu yerda 10 kardinal qon tomirni ko'rib turibmiz. U chiqdi va bizda 10 kardinal qon tomir sulcus ko'rdik. Sulcus cardinarisni ko'rdik boya. Aynan shu sulcus cardinarisdan boshlangan bo'ladi. Shu egat orqali ketgan bo'ladi va o'zidan ikkita yirik qon tomir ajratadi. Ya'ni birinchisi arteria marginalis, ya'ni yuragimizning o'ng qirra tarafiga kelgandan keyin arteria marginalis dextrani ajratar ekan. Keyingisi yuragimizning orqa qismidan aylanib o'tadi va mana bu qismida, ya'ni bizda arteria interventricularis posteriorda hosil qilar ekan. Arteria interventricularis posterior qayerda joylashgan deydigan bo'lsak, yuragimizning orqa qismida sulcus interventricularis posteriorda joylashgan qon tomir hisoblanar ekan. Va aynan shu yuragimizda septal tarmog'ini orqa 1/3 qismini qon bilan ta'minlar ekan. 10 kardinal qon tomiri, bu yerda yozib qo'ygan, ikkita yirik qon tomiri bor. Ya'ni arteria marginalis dextra, ya'ni bu yerda yuragimizda 90 gradus ostida burilib turib, o'ng qirra tarmog'ini ajratar ekan. Keyingisi arteria interventricularis posterior, ya'ni bu yerda ko'rib turibmiz, yuragimizning orqa qismidan aylanib o'tib, qorinchalararo to'siqqa sulcus interventricularis posteriorda o'z tarmog'ini chiqaryapti. Xo'p, arteria interventricularis posteriorni ko'rdik. Ya'ni yuragimizni septal tarmoq ajratadi dedik. Ya'ni sulcus interventricularis posteriorda joylashgan va bizda qorinchalararo to'siqqa septal tarmoqlarni ajratyapti va qorinchalararo to'siqda orqa 1/3 qismini qon bilan ta'minlar ekan. Xo'p, undan tashqari bizda 10 kardinal arteriyada mayda qon tomirlari ham joylashgan. Ya'ni ikkita arteria marginalis dextra va interventricularis posteriordan tashqari mayda qon tomirlar, shoxchalar ham beradi. Birinchisi bizda konus arteriyasi, ya'ni bizda konus sohasi bor edi yurakda. Ya'ni biz buni rivod deb atagan edik. Ya'ni right ventriculum outflow tract, ya'ni pulmonar klapanga chiqaruvchi qismida alohida shunaqa qism bor edi. Shuni qon bilan ta'minlashda konus arteriyasi vazifasi ekan. Keyingisi bizda atrial tarmoq, ya'ni ramus atrialis tarmog'ini chiqaradi. Bu bizda o'ng bo'lmachani qon bilan ta'minlar ekan. Keyingisi bizda ramus ventricularis, ya'ni mana bunday mayda-mayda qon tomirlar chiqaradi. Bu bizda o'ng qorinchani oldingi qismini qon bilan ta'minlash vazifasini bajaradi. Endi bizda yuragimizning o'ng bo'lmachaning yuqori qismida, ya'ni yuqori kavak vena va past kavak vena quyiladigan qismda sinus tuguni joylashgan bo'ladi. Bu birlamchi avtomatizm markazi, ya'ni yurak o'sha joydan chiqqan impulslar hisobiga qisqarib bo'shashardi. Aynan shu qismda bizda qon bilan ta'minlash vazifasini 60% holatlarda o'ng kardinal arteriya, 40% holatlarda esa chap kardinal arteriya qon bilan ta'minlar ekan. Keyingisi bizda o'ng kardinal arteriyadan keyin ikkinchi qismi bu yerda o'ng bo'lib qolibdi. Chap kardinal arteriya bo'ladi, ya'ni arteria cardinalis sinistra. Xo'p, xuddi o'ng kardinal arteriyaga o'xshab turib, chap kardinal arteriya ham ikkita tarmoq beradi. Ya'ni bizda chap kardinal arteriya chiqdi va undan bittasi yuragimizni aylanib o'tuvchi sirkumfleksion tarmog'ini beradi. Arteria sirkumfleksiya deyiladi va ikkinchisi bizda pastga tushuvchi arteriya, ya'ni arteria interventricularis anteriorda hosil qilar ekan. Shu ikkita yirik qon tomirdan iborat. Bu yerda ko'rib turibsiz, ya'ni oldingi tushuvchi tarmog'i arteria interventricularis anterior va bu yerda sirkumfleksion tarmoqlardan iborat ekan. Sirkumfleksion mana yuragimiz orqa qismidan aylanib o'tib turib, mana bunday tarmoqlar orqa qismiga chap tarafga bizda tarmoqlar chiqaryapti ekan. Xo'p, bizda keyin oldingi tushuvchi tarmoq, ya'ni arteria interventricularis anterior qayerlar qon tomiri bilan ta'minlaydi desa, bizda mana bu qorinchalararo to'siqda oldingi 3/2 qismini qon bilan ta'minlaydigan bizda septal tarmoqlar chiqarar ekan. Va keyingisi esa mana bunday bizda diagonal yo'nalgan qon tomirlar chiqaradi.
Buni arteria diagonalis deyiladi, ya'ni ramus diagonalis deyiladi. Ya'ni arteria interventricularis anteriordan chiqqan diagonal qon tomiri hisoblanadi va bu chap qorinchani oldingi qismini qon bilan ta'minlar ekan. Mana bu yerda diagonal qon tomirlarini misol qilib ko'rsatib o'tyapti. Mana chap qorinchani oldingi qismini qon bilan ta'minlovchi diagonal qon tomirlarini ko'rishimiz mumkin ekan. Keyingisi sirkumfleksion tarmog'i. Sirkumfleksion tarmog'i yuragimizning orqa qismini aylanib o'tishdan oldin bizda arteria marginalis sinistra, ya'ni yuragimizning chap qirrasini qon bilan ta'minlovchi qon tomir chiqarar ekan. Buni esa biz arteria marginalis sinistra deb atar ekanmiz. Xo'p, tosh tomirlar nima bo'ladi yurakda? Hammasi qon bilan ta'minlangandan keyin oxiri bular o'zi nomiga mos venalarga qonni qaytib so'rib oladi va bizda oxiri sinus coronaris, ya'ni koronar sinusga qonni to'playdi va u hammasi birgalikda o'ng bo'lmachaga qonni qo'yadi va katta qon aylanish doirasiga shunday qo'shilib ketar ekan. Endi mavzuga oid muhim qismlardan bittasi, ya'ni bizda dextrokardiya, ya'ni yuragimizda narmada joylashishi chap tarafga qarab joylashar edi. Bu yerda ko'rib turibmiz, yuragimizning ko'p qismi bizda o'ng tarafda joylashib qolgan. Ya'ni bu tug'ma patologik holat hisoblanadi, ya'ni yurakda o'ng tarafda joylashib qolishi. Buni biz dextrokardiya deymiz. Klinik jihatdan ahamiyati bormi desak, albatta bor. Chunki bizda EKG qo'yadigan bo'lsak, o'zining tarmoqlari bor edi. Ya'ni birinchi tarmoq, ikkinchi, 3, 4 deb turib yurak cho'qqi turtkiisiga qarab qo'yardik. Endi aynan bu holatlarda bizda bu holatda emas, ya'ni teskari tarafga mana bunday qilib turib V1, V2, V3 larni ketma-ketlikda o'ng tarafga qarab turib EKG ni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va dextrokardiya bo'lgan odamlarda ko'pchiligida bizda faqatgina yuragi o'ng tarafda emas, boshqa organlari ham, jigari o'ng tarafda joylashib o'rniga chap tarafda joylashib bo'ladi. Appendisit masalan o'ng tarafda joylashish kerak edi, ularda esa chap tarafda, ya'ni butun a'zolari teskari joylashib qolganligini kuzatishimiz mumkin ekan. Bu esa ba'zi simptomlarda yoki yurakni eshitib ko'rganimizda, auskultatsiya qilganimizda qiyinchiliklar tug'dirar ekan. Yurak histologiyasiga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni bu boshda galotopiyasi, skeletopiyasi, simptopiyasi, makroskopiyasi va mikroskopiyasini tanib chiqamiz a'zolar deb aytgandik. Aynan shu histologiyasi mikroskopiyasiga misol bo'ladi, ya'ni yurakning ichki tuzilishi hisoblanadi. Yurak devorlari 3 ta devordan iborat bo'ladi. Bulardan bittasi endokard, eng ichki qismi hisoblanadi. Endokard vazifasi bizda yuragimizning ichki qismini, klapanlarda, so'roqsimon muskullarda yoki xorda tendiniyalarda ichki qismini hammasini yopib turish vazifasini bajaradi. Keyingisi miokard. Miokard bizda qisqaruvchanlik, asosiy vazifasi qisqaruvchanlik vazifasini bajaradi. Miokard hujayralari 2 ta qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchisi bizda qisqaruvchi hujayralar, ya'ni bularni kardiomiostitlar deymiz. Ikkinchisi esa pacemakerlar, ya'ni impuls ishlab chiqaruvchilar hisoblanadi. Impuls ishlab chiqaruvchilar qisqarish vazifasini bajarmaydi. Ular faqatgina impulslar ishlab chiqarish va o'tkazish vazifasini bajaradi xolos. Keyingisi yuragimizning tashqi qismi, ya'ni perikard. Perikard ham o'zidan kelib chiqib 2 ta qismdan, ya'ni tashqi fibroz qismi bor va ichki seroz qismlardan iborat bo'ladi. Ichki seroz qismi ham bizda 2 ta qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni parietal va visceral qavatlardan iborat bo'ladi. Aynan shu parietal va visceral qavatlarning o'rtasida bizda perikardial suyuqlik joylashgan bo'ladi. Aynan shu bizda yuragimizda ishqalanishini kamaytirib turish vazifasini bajarar ekan. Xo'p, bugungi mavzuga oid narsalar shular. To'liqrog'ini biz darslarda tanishib o'tib ketamiz.